rahmat. Yana bir bor assalomu alaykumlar. O'zbek san'atini teatr san'atini qolaversa ulug' bir san'atkor o'z davrini mashhur ulug' insonlardan biri Hamzaka Umarov muxlislari qadaminglarga qasam. Men hali chiqib gapirgan edim, yana chiqing deyishdi. Aytilmay qolgan gaplarim qolib ketgan ekan. To'g'risi san'atkor bo'lib shakllanish qiyin. Buning uchun Allohdan bir nazar kerak deymanmi, ruhiyatga bog'liq narsa. Hamza akam dublyaj san'atini qiroli bo'lgan o'z davrida. To'g'rimi? Ana undan keyin mana biz ham Hamza akamni mana biz ham taqlid qilganmiz ustozlarga. Mana shogirdlar bor, o'quv teatrida mana hammalari eshitib turibdi. Bu sahna muqaddas sahna, aylanib. Bu teatrda har bir pardalarida, har bir koshinlaridan musiqa sadolari eshitilib turadi. Hamza akam, Razzoq akam, Soyib xo'jayev, Lutfxonim ayollari hali izi ketmagan. Chunki bu yerda mana davomchilari o'tiribdi. To'g'rimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Naima yaxshimisiz? Charchamayapsizlar. Hamza akamni bilasizlar. O'sha mashhur filmidan. O'xshasa uzr, o'xshamasa uzr. Hamza Umarov. Boycha. Rahmat qasayilar uchun. Boycha sohib jamol qosh ko'zi popikdak lablari esa bunchalik shalo ko'zlarini qarab. Sizlar shoh deysizlar, shohlarga oson deb o'ylaysizlar. Asli shohlarga qiyin, san'atkorlarga ham oson emas. Harsa chadirish o'zi o'yladilar. O'tkir